Toshkentdagi chang havo bizga notanish emas. Toshkentda chang havodan keyingi o'rinda turuvchi yana bir muammo bu shovqin ifloslanishi. Qanday deysizmi? Jahon Sog'liqni saqlash markazining ma'lum qilishicha, shovqin chegarasi kunduzi 55 desibel, kechasi esa 45 desibel bo'lishi kerak va 65 desibeldan yuqorisi esa bu shovqin ifloslanishi hisoblanadi. Toshkentda esa shovqin darajasi 72 desibel va 76 desibelni tashkil qiladi. Chilonzor, Yakkasaroy va Shayxontohur tumanlari Toshkentdagi eng shovqin ifloslanish hududlari hisoblanadi. Shovqin ifloslanishi yurak, qon, tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Uyqu buzilishi, gipertoniya va diabetlarga ham shovqin ifloslanishi sabab bo'ladi. Birgina mashinaning signali 120 desibelgacha shovqin keltirib chiqaradi. Shuning uchun mashinada bo'lsangiz, bekordan bekorga signal cholib, shovqin ifloslanishiga sabab bo'lib qolmang.